Lekin Banu Isroil mana shunday xorlikda yashashga qaramasdan ularda avvalgi kitoblardan bir xushxabarlar bor ediki, bir yigit chiqadi Fir'avnning xonadonidan. Va bu sizlarni mana shu xorlikdan qutqaradi degan xushxabar bor edi. Shu narsadan umid qilib yashashar edi. Kunlarning birida ana shu Fir'avn Valid ibn Mus'ab tush ko'radi. Tushida Baytul Maqdis, Falastin tomonidan Misrga qarab bir o't chiqib keladi. Misr diyorlarini kuydirib tashlaydi. Faqat Banu Isroil yashaydigan joylarga tegmaydi. Uyg'onadi, o'zini sehrgarlarini to'playdi va bu bilan ular bilan maslahat qilishadi bu to'g'rida. Sehrgarlar aytishadiki, Banu Isroildan bir bola tug'iladi va seni halok bo'lishingga sabab bo'ladi. Firavn bu ta'birdan qo'rqdi va o'zini eng bir xunuk bir qavmini hukmini e'lon qildi. Banu Isroildan shu kundan boshlab tug'ilgan har bitta o'g'il chaqaloq so'yilsin dedi. Xorlikning yana bir ko'rinishi. Yuzabbihuna abnaakum va yastahi nisaikum va fi zalikum bala'un min robbikum azim. Eslaylar ey Banu Isroil, Fir'avn sizlarda erkaklaringizlarni so'yib, ayollaringizlarni tek qo'yardi. Mana shu narsada buyuk balo bormasmidi sizlarga deydi. Alloh minnat qilyapti. Sizlar shunday xor bo'lib turganda chiqarmaganmidim senlarni? Qala sanuqattilu abnaakum va nastahyi nisaahum. O'g'il farzandlarini o'ldiramiz va ayollarni tirik qo'yamiz. Banu Isroilning so'yilishiga mana shu hukm sabab bo'ldi. Banu Isroilda ayollari ta'qibga olindi, homilador ayollari. Va ana shu tug'diradigan doya ayollarga hukm qilindi. Agar Banu Isroildan o'g'il tug'ilsa, xabar beringlar. Agar xabar bermasdan yashirsanglar, o'zingizlar o'ldirilasizlar. Xullas, jiji bola tug'ildi, o'g'il bola yahudiylardan so'yilaverdi. Bir faraz qilib ko'raylik shu holatda. Farzandlik bo'l ko'rdi, xursand bo'ldi, shas so'yib tashlayapti. Tug'ildi, qo'rqib qarayapti, o'g'ilmasmikin, qiz bo'lib qolsa edi, chunki o'g'il bo'lsa nima bo'lardi? So'yilib ketar edi. Bundan xorlik bo'ladimi ortiqcha? Mana shunday xor edi Banu Isroil. Musa alayhisolamning onasi bu hukm e'lon qilinganda birinchi oylarida edi homilasini. Musa alayhisalom onasini qornida edi. Qorun katta edi, shuning uchun tirik qolgan edi, tug'ilib bo'lgan edi. To tuqqunga qadar o'zini homiladorligini onasi yashirdi. Bildirmadi. Lekin tug'di ham. Tuqqandan keyin yashirishning imkoniyati yo'q. Askarlar, Fir'avnning xos askarlari qilichlarni o'tkirlab, nayzalarni o'tkirlab, ko'chalarda kezib yurar edi. Qaysi joyda chaqaloq ovozi eshitilsa, kirar edi, agar qiz bo'lsa tek qo'ylardi, o'g'il bo'lsa so'yib ketar edi. وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. Biz Musoning onasiga vahiy qildik. Uni emizgin va agar undan qo'rqadigan bo'lsangiz o'ldirib qo'yishligidan dengizga solib, oqizing suvga solib, qo'rqmang va xafa bo'lmang. Albatta biz uni qaytarib beramiz va albatta uni payg'ambarlardan qilamiz. Xo'p, savol tug'iladi. Va avhayna deyapti. Vahiy qildik deyapti. Vahiy kimga tushar edi? Nima? Vahiy bo'ldimi? Payg'ambar bo'lib qoldimi Muso onasi? Bu ilhom ma'nosidagi vahiy. Chunki Alloh taolo asalariga va avhayna va avha robbuka ila nahli ariga vahiy qildi deyapti. Ya'ni arini mana shunday daraxtlardan, mevalar, daraxtlardan, gullardan asal terishlikni nima qildi? O'rgatdi, ilhomlantirdi. Qayerdan biladi bo'lmasa asal terishlikni? Nimaga boshqa hasharotlar bilmaydi, faqat ari biladi? Chunki Alloh taolo ariga ilhom berdi. Mana shu narsani o'rgatdi. Demak, Musa alayhisolamning onasiga ham Alloh taolo vahiy deganda bu payg'ambarlik vahiysi kelgani yo'q. Alloh taolo u kishini u ayolni ilhomlantirdi. Mana shu lug'atdan xabardor birodarlarimiz Qasos surasi mana 7-oyatida ulamolar aytadi, mana shu oyatda ikkita xabar, ikkita buyruq, ikkita xush xabar bor deydi. Bu lug'atdagi fasohat. Va auhayna ila ummi Musa an arzihi bitta xabar, fa iza khifti alayhi ikkinchi xabar, fa alqihi fil yam buyruq, va la takhafi va la tahzani buyruq, inna radduhu ilayki sizga qaytarib beramiz xush xabar va payg'ambar qilamiz. Bitta jumlaning o'zida ikkita xabar, ikkita buyruq, ikkita bushro bor. Bu endi lug'atdan xabari bor odamlar tushunadi. Shuning uchun she'r bobida, fasohat lug'at bobida
har bitta payg'ambarda yashagan qavmi qaysi sohada rivojlangan bo'lsa, shu qavm shu sohani bosib keladigan mo'jiza berilgan emasmi? Iso alayhisalom davrida tabobat rivojlanib ketganda, Iso alayhisalom tabobat ustidan mo'jizani berdi. O'liklar tirildi. Sulaymon alayhisalom davrida jinlar bilan odamlar fitnalangan edi. Alloh taolo jinlarni xizmatiga solib qo'ydi. Musa alayhisalom davrida sehr rivojlandi. Alloh taolo sehrni sindirib tashlaydigan mo'jizani berdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam davrida arablar she'r yozishda usta edi. She'r bobida arablarga hech kim yetmaydi. Xohlasanglar ham, xohlamasanglar ham. Biz she'rda bizni xalq kuchli deymiz-ku. Arablar she'rni o'qib ko'ring-da. Shuning uchun hayron qolyapti. Bir qator jumlada ikkita xabar, ikkita buyruq, ikkita xushxabar turibdi deydi. Chunki arab tili Qur'on tili birodarlar. Bu hech qaysi til go'zallik borasida, fasohat borasida bu tilga teng kelmaydi. Arab tili jannatiylarning tili. Jannatda arab tilida so'zlaymiz inshaalloh. Bilmaganlarchi? O'sha yoqqa bora olaylik, o'shunga loyiq bir ish qilib o'raylik, Alloh taolo qodir qilib qo'yadi inshaalloh. Ana shu ayollarda ta'qib qilishlik avjiga olgandan keyin onasi ana shu sevatga solib bolasini Nilga oqizdi. Va opasiga buyurdi, qarab turgin. Subhanalloh, bolasini uyda ushlab tura olmaslik bu qanaqa balo bu? Eshitib qolmasin deb turib o'ldirib qo'ymasin degan bu qanaqa balo edi bu? Inna fi zalikum bala'un min robbikum azim. Mana shu narsada Robbinglar tomonidan buyuk azob bor deyapti Alloh taolo. Va qalat li ukhtihi qussi fa basirat bihi an junub wa hum la yash'urun. Opasiga aytdi, kuzatib boring dedi. Kuzatib ketdi shu Nilni bo'ylab. Hech kim u opasini kuzatayotganligini ko'rmadi. Fir'avnning qasrlaridan bittasi Nilni sohilida joylashgan edi. Sevat oqib borib, ana shu Fir'avnning qasrining yoniga to'xtadi. Savol. Nimaga boshqa yoqqa oqib ketmadi? Nimaga cho'kib ketmadi? Nimaga ayni Fir'avnning qasrining oldiga borib to'xtadi? Ming xil variant bo'lishi mumkin edi-yu. Nimaga unday bo'ldi? Ming xil yo'lini qilyapsiz, bo'lmayapti-da ish. Kimning ishi bo'ldirish? Rozi bo'lsangiz ham, rozi bo'lmasangiz ham kim hal qildi buni? Qazo kimning ishi? Taqdir kimning ishi? Nimaga norozi bo'lar, nimaga ming'illaveramiz hali? Alloh xolasa, yana kim edi? Bu o'lish kerak bo'lgan bola edi. O'lish kerak bo'lgan bola Fir'avnning uyida ulg'aymayaptimi? فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. Fir'avnning oilasi, Fir'avnning xonadoni uni ushlab oldi, o'zlariga dushman va g'am bo'lishligi uchun. Va asan takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum. Sizlarning hayotingizda bir ish sodir bo'lsa deyapti Alloh, sizlarga deydi, yoqmaydi deydi. Ehtimol orqasida yaxshilik bor uni deydi. Va asan tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum. Bir narsa hayotingizda yoqadi sizlarga, ehtimol orqasida yomonlik bor. Vallohu ya'lamu va antum la ta'lamun. Sizlar bilmaysizlar deyapti Alloh. Men bilaman deyapti. Ehtimol o'sha kun ishga kech qolishingizda bir hikmat bor. Ehtimol o'sha pulni yo'qotib qo'yishingizda bir yaxshilik bor. Rozilik qabul qiling o'sha kunda. Inna fir'avna va hamana va junudahuma kanu xotiin. Xatokorlar, xoti degan so'z qasddan xato qiluvchi kishi aytiladi. Muxti degani bilmasdan xato qilib qo'ygan kishi deyiladi. Alloh taolo xoti deyapti ularni. Bilib turib qilishadi xato kamchilik, gunohlarni. Shu narsa biz ustimizda bo'lib qolmasin. Gunohligini bilasizmi? Tiyiling. Chunki bilmasdan qilgan gunoh yozilmaydi, esdan chiqarib qilib qo'yilgan gunoh yozilmaydi, majbur bo'lib qilib qo'yilgan gunoh yozilmaydi, undan boshqa hamma gunoh yoziladi.